Assalomu alaykum, hello Malinaxon obunachilari. Mana bugungi videomizni sizlarga xudo xohlasa manfaatli bo'ladigan video ishlaymiz. Bu videomizning mavzusi kech kuzda ekib, erta yozdan hosil olish haqida gaplashamiz. Ya'ni bu malina haqida gaplashamiz. Bu malina denniy turi bo'lib turib, bu malina kech kuzga ekilib, ya'ni noyabr oxiri, dekabr boshlarida ekilib, erta bu yozning ertasida olinadigan ko'chatlar to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni malina denniy haqida gaplashamiz. Agar videolarimizda sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab o'rnashib oling. Yoningizga kofe ishkalab ichingizdan qo'ying. Bu videomiz uzoq bo'ladi. Bugungi videomizda sizlarga ko'rsatamiz. Malina eniga qanaqa ekilishi, uzunasiga nechta ekilishi, bir sutiga qancha ekilishi, shu bilan 1 gektarga qancha ekilishi va shu video davomida sizlarga malinani qanaqa sug'arishi, qanaqa oziqalar berilishi, nimalardan himoya qilish, hammasi haqida gaplashib o'tamiz. Agar videolarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab o'rnashib oling. Ketdik. Mana birinchisi. Hop, malina eniga qancha va uzunasiga qancha? Buni aytib o'tamiz. Malina eniga 2 metr tashlanadi. Malina eniga 2 metr tashlanadi. Uzunasiga 1 metrga 3 ta ekiladi. Bu premium variant bo'ladi. Ikkinchisi bor, ekonom variant bo'ladi. 1 metrga 2 ta ekiladi. U o'zingizning xohishingizga bog'liq. Men sizlarga maslahat beradigan bo'lsam, agar kuzda ekadigan bo'lsanglar 1 metrga 2 ta ekinglar. Bahorda bo'ladigan bo'lsa 1 metrga 3 ta ekinglar deb maslahat bergan bo'lardim. Nimaga savol tug'iladi sizlarda? Nimaga kuzda 1 metrga 2 ta, bahorda bo'ladigan bo'lsa 1 metrga 3 ta? Sababi bor. Kuzda 1 metrga 2 ta ekadigan bo'lsangiz, bu ko'chatlar oldingi videolarni aytib o'tganman, yana qaytaraman. 1 metrga 2 ta eksangiz, har bitta ko'chat o'zidan eng kamida 3 tagacha bolalaydi. Eng kamida 3 tagacha bolalaydi. Bu degani 1 metrga 2 ta ekkaningizda bu 1 metrda o'sha 6 ta ko'chatingiz bor degani. Kuzda bahorga chiqqungacha. Bahorda bo'ladigan bo'lsa 1 metrga 3 ta ekadigan bo'lsangiz, ular o'zini qoplab ketadi. Ya'ni hosildorligiga yetib oladi. Kuzda ekilgani bilan yetib oladi. Kuzda bo'ladigan bo'lsa, kuzda ekadigan bo'lsangiz, u kuzdigisi ham erta hosil kiradi, bahorgisi ancha kuchli bo'ladi. Lekin men uni ikkalasini bitta aniq qilib ayta olmayman. Kimdir bahorda ekishi afzal bo'ladi, kimdir kuzda ekishi afzal bo'ladi. Tanlov o'zingizlar qo'lingizda. Men bundan oldingi videolarimda bahorda ekish kerakmi, kuzda ekish kerakmi degan video chiqarganman. Agar xohlasanglar o'sha videoni bundan tepada silka qilib atmay qo'yaman. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi, ko'rib chiqsanglar bo'ladi, bahorda ekish kerakmi, kuzda ekish kerakmi. Lekin men sizlar ko'p talab va takliflarga binoan ko'pchilik so'rayapti, qanaqa ekiladi, qachon ekiladi deyotganlarga men bitta qo'shimcha qilib aytib ketaman. Xullas, aytganimdek, eniga 2 metr, eniga 2 metr. Eniga 2 metr malina ekiladi. Mana shu joyga ham sizlar savol tug'ilishi mumkin. 2 metr eniga joy tashiyman-ku. Mana shu orada juda ko'p joy olib ketadi deysizlar mumkin. To'g'ri, joy olib ketadi. Lekin agar eniga 2 metr tashimasanglar, bu kelajakda mana shu hali bu ko'chatlarimiz yoshiga ham to'lmagan. Bular mana bundoq bo'lib jipslashib ketib, umuman changazor bo'lib, sizlarda yurishga ham joy qoldirmay qo'yadi va terimchilikga ham qiyinchilik tug'diradi. Va shu hisobda men bemalol terimchilikga ham, traktor yurishiga ham hammasini hisobga olganda eniga 2 metr tashlashidan maslahat bergan bo'lar edim. Uzunasiga bo'ladigan bo'lsa 1 metrga 3 ta. 1 metrga 3 ta eksanglar, bu o'ta ideal variant. Bu albatta bahorda. Kuzga keladigan bo'lsa, kuzda ekish maslahat beradigan bo'lsa 1 metrga 2 ta. Ya'ni orasi 50 cm tashladi. Mana ikkinchi masalamiz. Juda ko'p odamlar so'raydi mendan, savol beriladi. Malinani qanaqa sug'oramiz deb so'rashadi. Agar joylar kichkina bo'lgansa, bu albatta joylarga bog'liq. Agar joylar bir 10 sotuli, 5 sotuli joy bo'ladigan bo'lsa, men arudan sug'orish maslahat beraman sizlarga, qiyinchilik tug'dirmasligi uchun. Lekin ammo joylar ko'rtirgan katta bo'ladigan bo'lsa, lekin men arudan sug'orish maslahat bermayman. Birinchidan suv yaxshi yetib bera olmaysizlar. Ikkinchidan oziqalarni normada bera olmay qolasizlar. Uchinchidan yaxshi ham qara olmay qolasizlar, to'g'ri, suv yetib bera olmaysizlar. Mana shu narsa eng katta muammoni keltirib chiqaradi. Bu malina oldingi videolarimda ham juda ko'p videolarimda aytib o'tganman. Bu malina 90% suv bilan iborat. Bu malina suv ichmasa darrov o'zini yo'qotib, stressga tushib, kasallik ham orttirib olish ehtimoli juda katta. Bu malina aytib o'tganimda suv bilan, bu malina suv bilan 90% suv bilan. Agar suv bermasanglar, bu o'ta qiyin bo'ladi. Ya'ni so'raysizlar, bu malina qanaqa sug'oriladi? Masalan, erta bahor paytlari kuniga 1 marta sug'oriladi. Erta bahor paytlari kuniga 1 marta sug'oriladi. Va
yozda chillalar bo'ladi. Yoz chilla paytlari kuniga 2 mahallab sug'oriladi. Ertalab va kechqurun. Ana o'shani sug'arsanglar, malina ko'chatinglarga hech qanaqa zarar yetmaydi. Ko'chatlar mashaqa polni chakalak zo'r bo'lib o'sib, mevalarini tugib tashlaydi. Va terishga ham nisbatan qulay qolasizlar. Men sizlarga uni arudi sug'orolmay qolsa yoki uni qila olmay qolsa, nimada sug'oramiz degan mana deb bo'laversa, mana bunaqa kapilning narimiz bor. Kapilningda sug'orasizlar. Hozir albatta biz bu sug'orib bo'lgan, tegidagi namlardan bilsanglar bo'ladi. Sug'orib bo'lingan. Kapilni sug'orasizlar. Kapilni bitta tashlasak bo'ladimi deysizlar? Yo'q, bitta emas. Bu ikkita radda kapilni tashladi. Malina ko'chatlarni yaxshi asrab, uni serhosil qilib, uni serdaromadga olib chiqmoqchi bo'lsanglar, ana ko'rib turgan tepadagi setkalardan o'rnatishingiz shart. Bu setka quyoshdan himoyalaydi. Bu quyoshdan himoyalaydi va hosildorligini, unumdorligini ancha oshirib beradi va tegidagi namni ham ushlashga yordam beradi. Bu aytib o'tganimdek malina 90% suv bilan bu suvni yaxshi ko'radi. Shu hisobdan mana shunaqa setkalardan o'rnatinglar. Bunaqa setkani o'rnatmasanglar, bilinglarki, hamma qilgan rasulatinglar bir ting. Nimaga? Agar bundan o'rnatmasanglar, birinchi o'rinda sizlar ko'chatinglar yaxshi o'smaydi. Ikkinchidan, gulinglarni quyosh urganda gulinglar to'kaveradi va uchinchidan hosildorligingiz juda past bo'ladi. Qotirib qo'yadi, kichkina bo'lib qoladi hosildorligingiz va to'rtinchidan bu hosilinglar min chiqqan taqdirda ham malina orasiga oq dog'lar bo'lib, g'alati bo'lib kuydirib tashlaydi malinani. Va shu hisobdan mana shu setkadan o'rnatib olinglar. Bu setkani ko'pchilik narxini so'raydi. Nech pul deb so'raydi. Bu setkani kvadrati bizda Toshkent shahrida 2,5 ming so'mdan. 2,5 ming so'mdan. Agar kerak bo'lgan bo'lsa, uni ham nomerlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Bu hech qanaqa reklama emas. Menimcha ular bilan dogovorimiz ham, bunaqa narsalarimiz ham yo'q bo'ladi. Mana shu narsa o'rnatishingiz shart setka. Tushuntirib o'tgandek. Va bu setkani foydali taraflari ancha bor. Oranglarda malina qilganlar bo'lgan bo'lsa, bu narsalarni darja o'zligidan yetib bera oladi. Va malinalarni har xil kasallikdan ham bular asraydi. Quyosh nurlaridan asraydi. Keyin bu hozir aytishingiz mumkin. Nima unda quyosh hozir tushib turibdi? Nima bu anaqayni yeshtirib qo'ygansan deyishingiz mumkin. Ha, hozir paytda oktyabr oyida biz buni yeshtirib qo'yamiz. Biz 10-sentyabr o'zi yeshtirib qo'yamiz. Nimaga? Chunki o'zingizlar bilganinglardek sentyabrdan tun uzun, kun qisqa bo'ladi. Va shu hisobdan bu malinalarimizga ko'proq quyosh kerak bo'ladi, ya'ni fotosintez kerak bo'ladi. Shu hisobdan biz buni yeshtirib qo'yamiz. Ikkinchi sababi o'sha gradusdan pastga tushdi. Aytishingiz mumkin, hozir yana savol berishingiz mumkin. Qachon bu setkani taqamiz va qachon olamiz? Bu setkani qachonki 30 gradusdan oshsa, 30 gradusdan havo harorati 30 gradusdan oshadigan bo'lsa, o'shandagina bu setka taqiladi. Agar havo gradusi temperaturamiz 30 gradusdan past bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 28-27 ta bo'ladigan bo'lsa, sraz bular yechiladi. Nimaga deganda, malina o'sha havo yoqadi. Va bu ko'p videolarni takrorlaganimdek, bu ko'chatlarimiz Yevropadan keltirilgan va shu hisobdan bular issiqga chidamsiz. Shu hisobdan men bu setkalarni yopishinglarni maslahat emas, to'g'risi desam, buyruq sifatida ham aytgan bo'lardim, bu setkalarni yopishinglarni. O'zingizlar bilasizlar, Yevropada bizga o'xshagan quyosh yo'q. Bizga o'xshagan quyosh yo'q, bizga o'xshagan issiqlik yo'q. Ularda asosan dangarchilik va shu hisobdan ularda bunaqa setkaga yotish shart emas. Bizga keladigan bo'lsa, bizda yopish shart, chunki bizda quyoshimiz ko'p va istaveradi. Shu hisobdan to'g'ridan-to'g'ri tushadi va shu hisobdan setkaga yopishimiz kerak. Sentyabrda nimaga 28 gradusda olib tashlash kerak? Chunki 28 da o'sha bu Yevropa havosi bo'ladi bizlarniki. Yevropa havosi bo'lgandan keyin bu malinalar naborat quyosh qolaydi va ser hosili, ser daromadli bo'lib ketadi. Quyosh tushgandan keyin bu naborat yana ancha o'sishni boshlaydi. Bu men sizlarga bergan top 3-maslahatim. Va men sizlarga yana top 4-maslahatim bergan bo'lardim. Bu hamma bilgan asalari. Asalari joylarda ko'p bo'lishi kerak. Nimaga men asalari ko'p bo'lishi kerak dedim? Asalari sizlarni malinalarni changlatib, ularning figurasini chiroyli qilib berib, yaxshi ko'rinishga olib keladi. Agar asalaringlar bo'lmasa, men maslahat bergan bo'lardim bu biznes qilishinglarni. Chunki asalari bu o'zingizlar bilasizlar, bu hayot ne'matlaridan bittasi. Asalarni chiroyli qilib, cho'tki qilib, gabaritlarni olib, chiroyli chiqarib berishadi. Bu yana bitta narsasi. Qo'shimchasi bu ozuqalar malinalarni kaliy va kalsiy ozuqalarini yaxshi ko'rishadi. Kalsiy ozuqalarini bersalar ham katta bo'ladi, ham chiroyli, mazali ko'rinishga keladi.
ko'pchilik o'ylashi mumkin. Va, kalsiy, ximikatni aralashtirar ekanmiz deyishni mumkin. To'g'risini aytganimda o'ylab qaranglar, o'zi hayotimizda kalsiy, suvimizda ham bor-ku, magniy suvimizda ham bor-ku. Oddiy misol, hamma joyga kirsa ham xuddi shunaqa bo'ladi. Men ularni dori sifatida emas, men ozuqa, vitamin sifatida qabul qilaman. Dori sifatida nimalarni aytgan bo'lardim? Dori sifatida albatta bu zaharlarni aytgan bo'lardim. Ana o'shalar xavfli. Qolgan mana kalsiy beriladigan ozuqalar bu foydali ozuqalar deb hisoblayman. Va shu hisobdan mana shu narsalarga ahamiyat beringlar. Bu men sizlarga bergan 4-chi eng to'ppi maslahatlardan bittasi edi. Asalari bo'lishi shart. Gullarni changlatib, chiroyli katta qilib berish kerak. Xizmat ko'rsatadi bular. Mana masalan, mana bu joylarimizda ko'rib turganingizdek katta gabaritli anaqa marinalarimiz, bularni ari sifatli changlatib, ozuqalar to'g'ri yetib borgan. Mana bunisiga qarang. Bu ikkalasi bitta shox. Mana buni ari changlata olmay qolgan. Ko'rasizlar? O'shaning uchun kichkina o'qigan. Mana nima sababdan ari bo'lish kerakligini sizlarga aytib o'tyapman. Jon kuydirib tushuntiraman. Mana ikkalasi bitta shox ko'rib turganingizdek. Ikkalasi bitta shox. Mana bu ari changlatib, ozuqalari sifatli yetib borgan. Mana taraflar esa ari changlata olmay qolgan. Mana ari changlata olmay qolgan. Shu hisobdan mana shu hosillar maydalashib qolgan. Mana aritlarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Arilar changlatib, chiroyli katta hosillar qilgan. Va shu hisobdan men sizlarga aytaman, ariga juda katta ahamiyat beringlar. Ari birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda o'zini ozuqalari. Mana ko'rasizlar, mana. Hosilni ko'rasizlarmi? Mana. Hech, voy onasining nimaga. Bunda malinani faqat bitta minus tarafi bor. Minus taraf shundaki, uni teri olishga uspet qilishinglar kerak. O'zi pishib qotib qoladi. Mana kattaligini ko'rasizlarmi? Qulpniydi kelgan malinalar-ku. Voy, undan ortiq men boshqa o'sha gap aytolmayman, mana videolar isbotlab bera olmayman. Ko'rib turgan joylar bizani endi dunyoning poytaxti deyolmayman, O'zbekiston poytaxti Toshkentda qilamiz hozir shu malinalarni. Bundan ortiq nima kerak? Top 5-maslahatim aytgan bo'lardim. Bu malina ko'chati ekayotgan jarayonda. Bu yerda gong juda muhim rolga o'ynaydi. Gong, masalan, o'ylashingiz mumkin. Qanaqa gong chatamiz? Shilta gongmi yoki chirigan gongmi? Bu qachon ekishinglarga bog'liq. Agar kuzda ekadigan bo'lsanglar, shilta gong tashlasanglar ham bo'ladi. Chunki u kuzda qish ko'rib, sovuq ko'rib, yerda qor yomg'irlarni ko'rib, o'zi chirib ketadi. Bu bir. Agar bahorda ekadigan bo'lsanglar, men chirigan gongga ekishni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga chirigan gong? Chunki chirigan gongda ancha anaqalari o'lgan bo'ladi. Bakteriyalar ichida qurt qumushlar o'lgan bo'ladi va malinaga zarar yetkaza olmaydi. Shu hisobdan chirigan gongni men bahorda tavsiya bergan bo'lardim. Shilta gong bo'lgan bo'lsa, bahorda ham ustidan to'kib chiqarsanglar bo'ladi. Ustidan eslarni chiqarmanglar, tagidan emas, ustidan. Ana o'shanda sifatli, mana shunday ko'rib turganinglarda natijaga erishasizlar. Bu men sizlarga bermoqchi bo'lgan 6-top maslahat edim. Gong обязательно bo'lishi shart. Gongsiz bu narsa juda qiyin. Malinalarni bu darajaga yetkazib olish. Va men sizlarga 6-chi eng top bonusiy maslahatni bermoqchiman. Bu juda ko'p odam so'ragan narsa. Bir sutuga qancha ketadi? 1 gektarga qancha ketadi? Menimcha 1 sutuni o'zini aytsam 1 gektarlikni o'zingizlar chiqarib olasizlar. 1 sutuga agar ekonomiy variant qilib ekaman desanglar, 1 sutuga 100 ta ketadi. Agar premium variant ekaman desanglar 150 ta ketadi. Ya'ni orasi 1 metrga 3 ta ekaman desanglar 150 ta ketadi. 1 metrga 2 ta ekaman desanglar 100 ta ketadi 1 sutugiga. 1 gektarligi bo'ladigan bo'lsa, shuni chiqarib olsanglar bo'ladi. 15 ming ta va 10 ming ta ko'chat. 10 ming ta ko'chatinglar 1 gektarga ekonom variantda, 15 ming ta ko'chatinglar bo'ladigan bo'lsa, 1 gektarga premium variantda ketadi. Xo'p, yana sizlarga men bitta narsa aytmoqchiman. Juda ko'p odam mendan so'raydi. Buni ekkandan keyin qachon hosili kiradi? Qachon men hosilni olaman va qachon men pulini chiqaraman deydi. Xo'p, dehqonchilar avvalambor bu sabr bilan erishiladigan narsa. Sabr bilan ko'p narsaga erishiladi. Bu yerda shoshma-shosharlik ketmaydi. Xo'p, mana shu ko'rib turgan joyingizda plantatsiyalarimizni biz 2024-yil 27-noyabrda ekib tugatganmiz. Va 1-iyunni undanmi adashmasam 1-iyun yoki o'rtalardan biz mana shundan hosil olishni boshlaganmiz. Va iyundan hosil olib, mana qariyb hozir oktyabr 21-sanasi shu paytgacha hozir massa hosil terib kelamiz shu joyimizda. Yana ko'pchilik menga savol beradi. Bu
Hop, qachongacha hosil beradi? Agar mana hosil teraversak, qachongacha buni hosilini olamiz degan savol berishadi. Juda qiziq fakt. Bu malinamizni -4 gacha sizlarga ishlab beradi. -4 gacha ishlab beradi. Ya'ni ishlab beradi, ya'ni -4 gacha sizlarga mana shunaqa hosillar beraveradi. Bu qatdan hosil chiqaradi. Birinchidan o'zi chiqadi, hosil beradi. Yantigidan yana ikkita bola chiqaradi. Bolalab tashab, eng kamida boyaga yetib o'tgan 3 tagacha bolalab bu hosillarni berib tashlaydi. Yana menga ko'pchilik aytadi, bu bitta ko'chatdan qancha hosil olamiz deyshadi. Bitta ko'chatdan o'zi kitobida 2 kilo degan. Lekin men sizga 2 kilo deyman. Chunki ertaga undan kam olib qolsanglar bor. Shu hisobda men sizlarga bitta ko'chatdan 1,5 kilo hosil olsanglar bo'ladi. Bitta ko'chatdan 1,5 kilo minimum hosil olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Va bu degani bitta shu ko'chatdan emas, ya'ni bolalari ham chiqadi. Bolalar chiqib o'z-o'zidan ko'payib ketadi hosil oladi. Lekin men sizlarga ularga katta va'da bera olmayman. Shu hisobdan bitta ko'chatdan 1,5 kilo hosil beradi. Aytishim mumkin, bu -4 gacha bo'ladigan bo'lsa, hop, unda biz qachongacha hosil olamiz deyishim mumkin. Mana hozir ko'rib turganingizdek, kuz o'rtasi 2025-yil 21-oktyabr. 21-oktyabrga qaramasdan hosildorligida mo'l ko'l bo'yotibdi. Terimchilarimiz to'g'risini aytganda terishga ham ulgurish olmayapti shu hosillarni terishga. Hattoki ko'rib turgan bo'lsangiz, asallarni ham ular ochilgan gullarini changlashga ham ulgura olmayapti. Bu yerda juda ham ko'p asallarlar changlashga ham ulgura olmayapti. Va shu hisobdan men aytgan bo'lardim, bunga men aniq bitta kunni ayta olmayman. Mana shu chisloda, mana shu chislogacha bu hosil beradi. Lekin iyundan hosil berishi aniq. Lekin xudo xolasa agar kun mana yaxshi bo'lib tursa, bu dekabr yarimalaga hosil beraveradi. Lekin men garantiya bermayman dekabrgacha hosil berishini. Chunki biz O'zbekistonda ishimiz lipo payt qor yog'ib qolishi, lipo payt suv tushib qolishi bor. Va shu hisobdan men sizlarga aniq bitta faktni aytaman, -4 gacha hosil beradi. Ushbu ko'rib turgan malinalar. Hamma narsani bosh bo'lgan kabi, bu videolarimizni ham oxiri bor. Men o'ylaymanki, bu videolarimizdan sizlar o'zingizga keraklicha xulosa chiqarib oldinglar deb o'ylayman. Videolarimizda savollaringiz bo'lgan bo'lsa kommentariyada qoldiringlar va videolarimizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosishni unutmanglar va bu videoni o'zingizlar malina qilmoqchi bo'lgan tanishinglarga, yaqin do'stinglarga, birodarlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga xayr tilayman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, sizlar bilan hello malina ham bo'ldi. Ko'rishguncha.